Koreyaga kelishga tayyor bo'lish degani faqatgina pasport, viza yoki aviabiletdan iborat narsa emas. Buning ichiga uy, pul, siz uyingizdan olib kelish kerak bo'lgan narsalar, bularda hammasi kiradi. Xullas, tushunib turganingizdek, bugungi video aynan shu haqida, ya'ni Koreyaga kelishdan oldin nimalarga tayyor bo'lib kelishingiz kerak, nimalarni olib kelishingiz kerak, umuman Koreyaga kelishgacha bo'lgan hamma protsess bo'ladi. Xullas, hech qanaqa videoni cho'zib o'tirish niyatim yo'q. Qanunda boshladik. Aytgancha, albatta videoga like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Like bosgan hammaga rahmat. Like bosmaganlarga bo'lsa insof so'rab qolaman. Qanunda men ketdim. Video boshidanoq ikkita narsani aytib o'tishim kerak. Birinchi narsa bu o'zi umuman bu mavzudagi video 3 ga bo'linadi. Ya'ni 3 ga bo'lib video qilaman. Bu birinchi qism, ya'ni Koreyaga kelishgacha bo'lgan proses. Undan keyin Koreyaga kelgandan va undan ham keyingi proseslar haqida ham alohida video chiqaraman. Shuning uchun kanalga obuna bo'lib qo'ysanglar, keyingi videolar ham albatta o'tkazib yubormaysizlar. Xo'p, ana endi ikkinchi narsaga ketadigan bo'lsak, qo'limda telefon turibdi. Bunga ko'p qarayman, chunki ssenariy albatta bu yerda sizlarga nimadir esimdan chiqarib qo'ymasdan hamma narsasini ikirdan chikirgacha hamma narsani aytib berishim kerak. Shuning uchun albatta to'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Qanunda boshladik. Birinchi navbatda bizda hujjatlar ekan. Albatta bu eng muhim narsa. Koreyaga kelishdan oldin hamma hujjatlaringiz to'g'riligini siz tekshirib olishingiz kerak. Albatta bu birinchi o'rinda hech qanaqa savolsiz pasport. Agar pasportingiz bo'lmasa, menimcha Koreya universitetiga ham kira olmaysiz. Shuning uchun zagran, ya'ni chetga chiqish pasporti sizda bo'lishi shart. Pasportdan keyingi narsa bu sizda universitet bilan bog'liq har xil yana boshqa hujjatlaringiz, admission letteringiz bo'lishi mumkin va yana shunga o'xshagan. Keyin IELTS sertifikatingizni ham albatta olsangiz, o'zingizga plus bo'ladi. Qayerdadir ishlash mumkin emas, ishlaydi, ishonavering. Va albatta sizda pasportingiz, undan tashqari ota-onangizning pasporti va yana shunga o'xshash o'qishga topshirish jarayonida siz o'zingiz ishlatgan hujjatlaringizni hammasini ikkitadan, uchtadan, o'rtacha ikkitadan kserokopiya qilib, ya'ni o'sha nusxalab chiqarib olsangiz, o'zingizga kattakon plus bo'ladi. Bu yerda juda ham kerak bo'lib qolishi mumkin. Va albatta agar dormda turadigan bo'lsangiz, ya'ni universitet yotoqxonasida turadigan bo'lsangiz, buni ham o'ziga yarasha hujjatlarini tayyor qilib oling. Bundan tashqari yana bitta narsa, eng kerakli narsa desa ham bo'ladi, bu ko'pchilik bilmaydi, ya'ni kelishdan oldin bu hujjatlaringizni siz albatta oddiy programmalar bor yoki qanaqadir kserokopiya qiladigan joyga borib, xullas skaner qilib PDF formatda qilib olishingiz kerak. Bu juda ham katta plus bo'ladi, chunki bu yerda mabodo agar siz print qilib shu kserokopiya qilib olib kelmagan bo'lsangiz yoki olib kelganingiz tugab qoladigan bo'lsa, shu print kafelarga kirib bemalol o'zingiz o'sha PDF orqali uni kserokopiya qilib chiqarib olishingiz mumkin. Juda ham oson bu yerda bu narsa. Shuning uchun qisqa qilib aytganda, shu o'zingizga kerak bo'ladigan barcha hujjatlarni birma-bir tekshirib chiqing. Birortasi ham qolib ketmaganligini va albatta PDF formatda qolsangiz ham juda ham katta plus bo'ladi sizga. Ikkinchi navbatda albatta bu juda ham ko'pchilikka muhim, chemodan. Chemadanga nimalar olish kerak? Bu albatta sizning chemodaningiz nechtaligiga qarab va necha kiloligiga qarab farq qiladi. Albatta buni biletga qarab tekshirib olishingiz kerak. Sizning biletingizda ikkita chemodanmi yo bittami? Chemodaningiz limiti qancha? 23, 32, 28, 26, to'g'risi buni aniq bilmayman. Aviakompaniyaga qarab ko'pincha bu farq qiladi. Shuning uchun albatta aviakompaniyadan telefon qilib olasizmi agar biletingiz yozilmagan bo'lsa yoki-da shu biletda yozilgan bo'ladi ham. Bemalol biletdan ko'rib olsangiz bo'ladi. Va chemodandan tashqari qo'l yuki, ya'ni siz samolyotga o'zingiz bilan olib chiqib ketadigan shu qo'lingizga olib chiqib ketadigan shu chemodaningizni ham, chemodan emas, ko'pincha backpack, ya'ni oddiy bir sumka olishadi ko'pchilik. Shu sumkani necha kiloligini ham bilib olishingiz kerak. 6, 7, 8 gacha bo'lishi mumkin. Undan balandini to'g'risi ko'rmaganman men. Chemadanda o'zingiz bilan nimalar olishingiz kerak? Eng asosiysi, agar sizda bitta bo'ladigan bo'lsa, zaruriy narsalarni olsangiz shuni o'zi yetadi. To'g'risi men kelishimda ikkita chemodanim bo'lgan, shuning uchun qo'pol qilib aytganda uysiz kelganman desam ham bo'ladi. Uydan tashqari hamma narsa bo'lgan, lekin bu bir tomonlama qaysidir ma'noda xato bo'lgan ham deb hisoblayman. Bitta chemodan yetadi yoki-da ikkita bo'lgan taqdirda ham ko'p oshiqcha kerak emas narsalarni olganman deb hisoblayman. Shuning uchun eng kerakli narsalarning ro'yxatini bitta qilib turib Telegram kanalimga va Instagram kanalimga joylab qo'yaman. Telegram kanalim mana shu yerda chiqdi yoki-da video opsiyasidan ko'rib olsanglar bo'ladi. Instagramim ham mana shu yerda chiqdi yoki-da uni ham opsiyadan olsanglar bo'ladi. Instagramda ham bilasizlar, kanal funksiyasi bor. Profilimga o'tsanglar, profil shapkasida albatta Instagram kanalim bor. Etga shu o'zim bilan nima olib kelganlarimni bir qator qilib yozib qo'yaman, lekin baribir hozir ham sizlarga yana bir qator eslatib o'taman. Nimalar olishinglar kerak?
qaysi mavsumda agar hozir kuzgi semestrga kelayotgan bo'lsanglar, yozgi, kuzgi, qishga mana shu 3 ta mavsumga ikki qatordan, maksimum ikki qatordan ustoz olsanglar yetadi yoki mana shu bitta yoki bitta emas, mayli ikkita yoki maksimum 3 ta olsanglar bemalol yetadi. Uyga kiyish uchun qanaqadir oyoq kiyim va shunga o'xshagan narsalar olib kelib o'tirmanglar, to'g'risi. Kiyim-kechakda kamroq olib, oziq-ovqat ko'proq olsanglar, o'zingizlarga katta ham plus bo'ladi, katta kon plus bo'ladi. To'g'risi, tushonka, kolbasa, shunga o'xshash go'sht mahsulotlarini bilmayman, o'zingizga qarang, xolosiz olib keling, xolosiz olib kelmang. Men to'g'risi olib kelganman, lekin ba'zida shunaqa holatlar bo'ladi, aeroportdan olib qo'yish mumkin. O'zi aslida mumkin emas, kimdir o'tkazib yuborishi mumkin. Shuning uchun men ham shu o'tkazib yuborilganlar qatoridanman. Yana ham bilmadim, bu narsaga aniq ishonchim komil emas. Nima bo'lganda ham olib qo'yish ehtimoli bor. Kammi, ko'pmi bilmayman, lekin bor. Ba'zi tanishlarimnikini olib qo'ygan, misol uchun menikini olib qo'ymagan, umuman qaramagan ham. Men o'zim bilan 10 ta tushunka, yana bir 5-6 ta adashmasam kolbasa, sir, hamma narsa olib kelganman, to'g'risi maza qilganman. Shuning uchun agar siz ham olib kelsangiz-da maza qilasiz, lekin mabodo yo'qotib qo'yadigan bo'lsangiz, yo'q, oldirib qo'yadigan bo'lsangiz, ya'ni aeroportda Koreyaga qo'nganingizda sizdan olib qo'yishadigan bo'lsa, bunga men javobgar emasman, to'g'risi meni so'kmang. Lekin aytganimdek olib o'tadigan bo'lsangiz, sizga mazza. Va yana ovqat, agar betga kelganingizdan keyin katta ehtimol bilan uyda ovqat qilasiz, shu albatta ko'pchilikka arzon tushadi. Bu masalada bo'lsa har xil ziravorlar olsangiz o'zingizga plyus. Lekin qanaqadir shikoyatlar bo'lishi mumkin. Misol uchun Bounty betda topa olmaysiz. Bounty agar yaxshi ko'radigan bo'lsangiz, olib oling o'zingiz bilan. Asal, yana polva, balki non olasiz. Buni xullas ana shu ro'yxatdan ko'rsangiz, shunisi osonroq bo'ladi. Keyingi ro'yxatlarimiz ham bor, chunki hozir aytadigan nimalar olib kelish ro'yxatini bo'lsa Telegram va Instagram kanallarimdan topasiz aytganimdek. Keyingi narsa bu pul. Hammamizga kerak albatta va ba'zi birlar aynan pul uchun Koreyaga kelishi ham mumkin. Koreyaga kelishdan oldin kelayotganda qancha pul bilan kelish kerak? Bu narsa 100% o'zingizga bog'liq. Nima uchun kelyapsiz? Qanaqa maqsadda kelyapsiz? Oilaviy sharoitingiz qanaqa? Men yashirib o'tirmayman, kelishimda aniq eslolmayman, lekin 3000-4000 dollar atrofida pul olib kelganman. Adashmasam 4000 dollar pul olib kelganman. Lekin kimdir cho'ntagi buni ko'tarmasligi mumkin, kimgadir bu narsa okey bo'lishi mumkin. Shuning uchun o'zingizga qarang, to'g'risi. Agar sharoitingiz, oilangiz sharoiti ko'tarsa, ko'proq pul olib keling. Ko'proq yashasangiz bo'ladi. Lekin kam pul bilan kelsangiz ham tezroq ish topishingizga to'g'ri keladi yoki oddiyroq joyda turishingizga to'g'ri keladi. Bu farq qilishi mumkin, to'g'risi. Va albatta agar do'rimda, ya'ni yotoqxonada turadigan bo'lsangiz, do'rim pulni oldindan olib keling, chunki do'rimga albatta oldindan to'lov qilish kerak bo'ladi. Balki agar O'zbekistondan to'lov qilgan bo'lsangiz, yaxshi. Sizga malades. Albatta videoga like bosib qo'ying. Aytolmayman, to'g'risi, 5000 dollar, 5000, 500 dollar, 1000 dollar bilan kelganlar ham bor, pulsiz kelganlar ham bor. Hammasi odamning o'ziga bog'liq. Lekin nima bo'lganda ham qancha pul bilan kelishingizga qarab, shunga qarab planingizni tuzing. Keyingisi albatta telefonda sizga kerak bo'ladigan ilovalar. Buni ham to'g'risi to'liq formatda men YouTube'da ham, uzr, Instagramda ham, Telegramda ham video qilganman. Buni ham ko'rib olsanglar bo'ladi, lekin baribir yana aytib o'taman. Eng birinchi o'rinda Nevermap. Bu Nevermap bitta Google Map umuman ishlamaydi. Yandex bu narsalarni unutinglar. Koreyada faqat Never va Kakao Map ishlaydi. Menga to'g'risi Nevermap qulayroq, chunki ingliz tilini bilganim uchun ingliz tilida ishlatish qulayroq Nevermapda va yana qanaqadir funksiyalari ham bo'lishi mumkin, endi uni bilmayman. Kimdir Kakao ishlatadi, kimdir Never, bu odamning o'ziga bog'liq. Ikkalasini ham tortib ko'ring, qaysi biri sizga qulay bo'lsa, o'shasini ishlatavering. Keyingi ilova bizda Papago. Mana shu yerda chiqdi bu ham. Papago bu agar siz ingliz tili bilan kelayotgan bo'lsangiz, sizga aniq kerak, chunki Papagodan zo'r ishlaydigan translator yo'q. Koreys tili bo'yicha juda ham zo'r ishlaydi. Agar siz ingliz tilini bilsangiz, bemalol tarjima qilishingiz mumkin. Ingliz tilini ko'pchilik aytadi, o'zi Papago bo'lmagan ilova deydi. Shu gapni aytgan odamni o'zi bo'lmabdi, chunki u ingliz tilini o'rganmagan, ingliz tilini bilmaydigan bo'ladi. Chunki o'zbek tili bo'lmaganligi uchun Papagoda tarjima qila olmayman deydi ko'pchilik. Lekin aslida ingliz tilini bilsangiz, Papagodan zo'r tarjima yo'q. Agar mabodo siz ingliz tilini ham, koreys tilini ham bilmasdan keladigan bo'lsangiz, to'g'risi bilmadim. ChatGPTdan foydalansangiz bo'ladi yoki Google Translate, lekin Google Translate to'g'risi xatolar qilib turadi. Shuning uchun menimcha ChatGPT yaxshiroq. Nima bu? Gapirsammi yo sizlarga sharsharani ko'rsatsammi? Yaxshi, biz videoni to'xtatmaymiz. Sharsharadan bahramand bo'linglar va albatta men sharshara uchun albatta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Tezroq
10 mingta bo'lishimiz kerak. Undan keyingi ilova bizda Kakao Talk bu Koreyani Telegram'i desa ham bo'ladi. Nimaga deydigan bo'lsangiz, koreyslar faqat Kakao Talk ishlatadi. Ularda Telegram yo'q va Telegramda alternativi sifatida faqat aytganimdek Kakao Talk ishlatishadi. Shuning uchun sizda ko'p ish topishda va universitet bilan har xil chatlarda xullas Koreyada sizga Kakao Talk albatta kerak bo'ladi va bu yerda ham umumiy ro'yxatni cho'zib o'tirmayman. Nashetda chiqqan Telegram va Instagram kanallarimdan bemalol topib olsangiz bo'ladi. Keyingi narsa bizda internet. Agar siz konsalting bilan kelayotgan bo'lsangiz, katta ehtimol bilan internet konsalting sizga hal qilib beradi va hal qilib berishi ham kerak menimcha. Agar mabodo hal qilib bermaydigan bo'lsa, o'zingiz borayotgan joydagi, o'sha joyga yaqin joydagi menimcha mikrofonni yechib olmasam bo'lmaydi. Telegramda shu o'zingiz borayotgan joyda Telegram har xil guruhlariga qo'shilib oladigan bo'lsangiz, yoki kanallariga o'sha yerda har xil video reklamalar bo'ladi. Ism kart olib beramiz degan shularni tanlab, albatta ishonchlisini, ko'pchilik tavsiya qilganini tanlab, shulardan bemalol sim kartni sotib olsanglar bo'ladi. Lekin konsalting bilan kelayotgan bo'lsangiz, katta ehtimol bilan sizlarga bu narsani konsalting hal qilib berishi kerak. Agar hal qilib bera olmaydigan bo'lsa, aeroportga kelganinglarda internet yo'q, Wi-Fi bor, Wi-Fi dan ozgina foydalanib tursanglar bo'ladi. Lekin baribir qiynalasizlar. Keyingisi bu albatta turar joyda ham albatta oldindan xarid qilganinglar yaxshi. Nimaga deydigan bo'lsanglar, kelganinglardan keyin juda ham qiynalasizlar to'g'risi. Juda qiyin bo'ladi. Kelishdan oldin tanishingiz, qarindoshingiz shuni gaplashib tursangiz bo'ladi yoki-da shu aytganimdek Telegram guruhiga qo'shilasiz va sheriklikka uy bormi, men sherik bo'lib turmoqchiman deysiz. Shu bilan keyin sherik topasiz yoki-da shu do'rim bu ham zo'r variant. Lekin menimcha kvartiraga kelgan yaxshiroq deb o'ylayman. Keyingisi ovqat. To'g'risi Koreyada oldingidek muammo emas, lekin baribir bu degani bemalol xohlagan ovqatni yeb tashlasak bo'ladi degani emas. Shu koreys ovqatlari ko'pincha harom biz uchun. Cho'chqa go'shti bor ko'pchilik ovqatlarida va har xil yana boshqa biz uchun harom bo'lgan go'shtlar ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun albatta unga ahamiyatli bo'ling. Hamma ovqatni ham yeb ketavermang. O'zbek har xil ilovalari bor bu uchun albatta alternativ halol mahsulotlar bemalol zakaz qilsangiz bo'ladi. Bularda birortasi ham reklama bermagan bo'lsa ham, bularda albatta mana shu yerda chiqarib ketaman. Buni ham albatta screenshot qilib turib shu ilovalarni o'rnatib oladigan bo'lsanglar, bu ilovalar orqali sizlar halol mahsulotlarni uylargacha zakaz qilib olsanglar bo'ladi. Agar mana shu ilovalarni egalari ko'rib turgan bo'lsa, reklamaga chiqib, qani 5-4 so'm cho'ntagimga qistirib qo'yarsizlar. Har holda bilmaymiz bu videoni nechta odam ko'radi, qancha prosmotr bo'ladi. Koreyaga kelishdan oldin ko'pchilik qiladigan eng top xatolar. Birinchi o'rinda konsaltingga 100% mas'uliyat yuklab qo'yish va unga ishonib qolish. Konsalting o'z nomi bilan konsalting, ya'ni konsalting inglizcha so'zdan olingan bo'lib, qanaqadir konsultatsiya o'tkazish, ya'ni konsultatsiya qilish, qo'pol qilib aytganda nazariy yordam beruvchi hisoblanadi. O'zi aslida konsalting sizga, lekin ko'pchilik konsaltingga juda ham ko'p bosim o'tkazib, juda ham ko'p yuklamalar yuklab tashlaydi. Ya'ni qaysi ma'noda bu narsani qilib berish kerak, u narsani qilib berish kerak deb. To'g'risini aytganda, men ham o'quvchiman, konsalting orqali kelganman. Lekin shu narsani tushunish kerak. Ularda siz va bizga o'xshagan studentlardan bitta ikkita emas, juda ham ko'p va hammasiga birdek e'tibor berish qiyin menimcha ham. Shuning uchun hamma mas'uliyatni ularga yuklab qo'yish noto'g'ri. O'zingiz ham harakat qiling albatta. Va albatta yana eng kerakli ma'lumotlardan biri, hech qachon pulingizni aeroportdan maydalab qo'ymang. Umuman maydalasangiz bo'ladi, $50 maksimum. Undan ko'p maydalash to'g'risi boshqa zararingiz o'ynaydi. Shu narsaga ahamiyatli bo'ling. O'zi aslida menimcha bu videoni bundan keyingi qismda gapirishim kerak-da. Tushunib turganingizdek, menimcha Koreyaga kelishdan oldin ahamiyat berishingiz kerak bo'lgan hamma narsani gapirib bo'ldim. Agar qanaqadir qolib ketgan narsa bo'lsa yoki savolingiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Bemalol savolingizga javob beraman. E'tibor bergan bo'lsanglar, bu videoda unchalik like bosinglar, kanalimga obuna bo'linglar demadim. Shuning uchun o'zingizlar bilib bu ishni qilasizlar. Like bosgan hammaga rahmat. Like bosmaganlarga bo'lsa, insof so'rab qo'ygan holda mana shu sharsharani oldida videoni menimcha yakunlasam ham bo'ladi o'rtoqlar. Hammalarga rahmat. Aytib o'tgandek, qanaqadir savollar bo'lsa, nimadir yoqmagan bo'lsa,
kallangga deb so'kinmasdan kommentariyaga yaxshi, chiroyli ohangda yozib qoldirsanglar, men ham sizlarga yaxshigina javob beraman o'rtoqlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videoda Koreyaga qo'ngandan keyin nimalar qilish kerak? Aynan mana shu mavzu bo'ladi. Ciao. Mana bu sharsharani qaranglar.